Bugungi ishimiz mana shu kotyolni olib tashlab 273 turbani ichiga 7 ta 50 talik turba tiqilgan. Mashina o'rniga hozir o'zi Diplomat 4x4 kotyolni ustanovka qo'yamiz. Diplomat 4x4 kotyolni ustanovka qildik. Tepasida 40 litrli расширительный bachok, keyin bunga 8 talik polavtomat garelka qo'ydik. Gaz yaxshi, baland yog'oq hozir balaniga qo'yib qo'yganmiz, ozgina sistema qizib olguncha. Polavtomatning bitta plyus tomoni gaz ketib kelgandan keyin mana shu klapon gazni o'tkazmaydi. To o'zingiz yoqmagunizcha yonmaydi. Bu tepasi temir sistema ishlangan bilan o'zi plasmas turbalarda sistema qilingan ekan, через nasos orqali ishlaydi. Iloji boricha bunaqa sistemalarga o'zi avtomatik garelka qo'yish kerak, chunki svet bo'lmagan payt suv sirkulyatsiya bo'lmasa, kotyol qaynab yorilib ketishi mumkin, yo'q bo'lmasa tagiga nakib yig'ib qolishi mumkin. Bugungi ishimiz shu bilan tugadi. Agar sizlarga mana shunaqa to'playdigan xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar.